bo'g'im kasalliklari haqida gapirmoqchiman. Bo'g'im kasalliklari ko'ks artroz, gonoartroz, artroz, suyak kemirilish kasalliklari. Bu kasalliklarni operatsiyasiz ham hattoki harakat qilib 3-darajadagi ko'ks artrozni 1-darajagacha tushirish imkoniyati bor. 1-2 darajani butunlay tuzatib chiqarish imkoniyatlari bor. Uzoqroq gapiraman, endi buni ham qo'shib ketaveraman, hech narsa qilmaydi. Qarang, bo'g'im kasalliklariga sabab bo'ladigan birinchi narsalardan bittasi endi shamollash deydi. Ichakka borib taqaladi hamma kasalliklar. Ichakni sog'lom tutishimiz kerak bo'ladi. Ichak nagruzkasini o'tqopga beradi. O'tqop nagruzkasini jigarga, jigar oshqozonga beradi. Va 4-5 ta organ nagruzka bilan ishlagandan keyin, ya'ni loyga botib qolgan mashina qanaqa qilib sirpanchiq uchadigan bo'lsa, buksavod qiladigan bo'lsa, bizni tanamiz organlari ham xuddi shunaqa qilib buksavod qiladi. Har bir organ nagruzka bilan ishlagandan keyin butun tanamiz nagruzkada ishlashni boshlaydi. Shu jumladan ichagimizda hazm bo'lmagan ovqatlar chirishni boshlaydi. Chirigan ovqatdan qonga zahar so'riladi. Jigar orqali butun tanaga toksinlar kerakli joylarga borib to'plangandan keyin u yerda kasallik kelib chiqadi. Shu jumladan revmatizm kasalliklari, bo'g'im kasalliklari, mushak pay kasalliklari ham aynan shu bilan bog'liq deb o'ylayman. Birinchi sabablardan bittasi shu. Endi uni davolashga keladigan bo'lsak, birinchi ichagimizni sog'lom tutishimiz kerak. Uning uchun o'sha mijozimizga qarab to'g'ri ovqatlanishimiz kerak. Bu yerda dieta yoki parhez haqida gap ketmayapti. Bu haqda keyingi ma'lumotlarda sizga batafsil yoritib borishga harakat qilaman. Ikkinchisi harakat. Ya'ni pay bu mashqlarni qilmas ekansiz, buni oqibatida ko'ks artroz, gonoartroz qismi, artrozmi bular faqatgina avj olib boradi. Faqatgina ishoning. Hamma kasalliklar negizida dangasalik ham bor. Ozgina harakat, ko'pincha doktorlarda, mana meditsinada, o'zim medik bo'lganligim uchun aytaman, ko'ks artroz 3-darajaga o'tgandan keyin kamroq yuring deyishadi. Bir tarafdan to'g'ri aytishadi. Lekin suyak yemirilishini kuchayib ketmasligi uchun. Lekin u yechim emas-da. Yechim nimada? Yechim siz aynan o'sha bo'g'imlaringizda hamda bo'g'imlaringizga yetib kelgan va bo'g'imlaringizdan keyin boshlanadigan pay mashqlarini qilishingizda, bo'g'im mashqlarini qilishingizda, bo'g'im va paylaringizni baqvat qilganingizdan keyin, undan keyin yurishga bo'lgan sizda ishonch ortishi boshlaydi. Ko'ks artroz, gonoartroz deb gapiryapmiz. Bu kasalliklar to'g'ri birdaniga tuzatib bo'lmaydi. Simptomlarni dori-darmonlar bilan yechgandan keyin buni chiqib ketish yo'llari bor. Buning uchun 40 kundan 9 oygacha vaqt kerak bo'ladi. U endi nechinchi darajada suyak yemirilishiga qarab. Agar uni ishlashni bulini-gulga qilib qo'yib qilib olsangiz, haqiqatdan bu kasallikdan chiqib ketasiz. Hech qanday operatsiyasiz. Bunga kafolat beramiz. Avvalo Xudo, bu biz sababiyatini qilamiz. Harakatsizdan shifoni Alloh taoloning o'zi beradi. Ya'ni bu haqda biz shunaqa sog'lomlashtirish kurslarini olib boryapmiz. Bemorlarda mana bir nechta o'sha natijalarim bor. Ular ham juda ham xursand, o'ziga bo'lgan tuzalishga bo'lgan ishonchlari oshdi. Yosharishga bo'lgan ishonchlari oshdi. Ishoning 7-8-kuni mana ishlayapmiz. Yuzlariga qizillik yugurib, yosharganlarni paylari, qayishqoqliklari oshganini ko'rib, juda ham o'zlaridan mamnun va bizga qayta rahmatlarini aytib o'tishdi. Dastavval natijalarimiz bo'lmaganda ozgina ishonqiramasdan turgandim bu narsalarga. Lekin ishoningki, biz sababiyatini qilsak, shifoni Alloh taolo zo'r qilib berar ekan. Kimga kim qiziq bo'lsa bu narsada, keling, qo'limizdan kelguncha sizga yordam beramiz. Bir umrlikka yetadigan sizga ko'rsatmalarni beramiz. Uy sharoitida ham hattoki bu narsalarni davom ettiradigan bo'lsangiz, inshaalloh siz haqiqiy shifoni topishni boshlaysiz. Yana bir nechta yo'llari bor. Ularni bosqichma-bosqich biz qilib boramiz. Buni internetga chiqarib bo'lmaydigan, tushuntira olmaydigan narsalarimiz borki, uni siz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Lekin uyda sharoiti yo'q insonlar bilingki, sizga hech kim harakatni cheklamaydi, chegaralamaydi. Vrach insonlar ayniqsa. Yurishni ma'lum darajada taqiqlab qo'ygandir, lekin mashqni hech kim cheklamaydi. Pay mashqlari, bo'g'im mashqlaridan to'xtamasligingiz kerak. O'rganing, o'zingizni mijozingizni, qaysi qon gruppadasiz? Qon gruppasi bo'yicha to'g'ri ovqatlanishni o'rganing. Ovqatlanish texnikasiga rioya qilib, to'lachadan kelgan insonlar to'g'ri ovqatlanib ozish
ozg'in insonlar ozgina to'lishib, bo'yni vesga to'g'rilab qo'yadigan darajada gormonlarimizni ishlashini joyiga qo'yib olishlari mumkin. Hammangizga qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Ma'lumotlarni maksimal darajada onlayn tarzda ham yetkazib berishga imkon qadar qo'limizdan kelgancha, Alloh qodir qilguncha berib boramiz. Sog'lig'ingiz biz uchun muhim. O'zingizni asrang, to'g'ri turmush tarziga rioya qiling. Tushkunlikka tushmasdan faqat va faqat harakatda bo'lishingizni so'rab qolamiz. Xonadoningizdan hech qachon fayz, baraka arimasin. Yuzingizdan nur arimasin. Hammangizni yaxshi ko'ramiz. Keyingi safar ko'rishguncha hammangizga xayr deb qolamiz. Sog' bo'ling.